yolg'on xushtorlik. Tünügün bir qur kiyim setib olgan edim. O kiyimdeki küçük bəkli omaq. Şundaqmı? Sana desem, mening yeni bir oyunçuqum ba. O oyunçuqumdamı küçükning sörtü ba. Hay, amu, sening hamma narsangda küçükning sörtü ba ekan-ku. Nim bo'pti? Qarmam sen, hujrangdimi, partangdimi, hatto karvatingdimi küçükning sörtü ba ekan. Men küçükki bek amroq tursam. Voycan quzumba. Ha? Qarasini, kichikini küçükdimi qoqqan ba-mu? Yolg'on xushtorlik degan mushu-shu-da. Anniya davrida Chol bayligidagi Yeshan noyisida Shincholyang ismli bir hokim o'tgan ekan. Kishilar uni Yegong deb chaqirdi ekan. U ajdarhoga munosabatlik narsalarga bahmi amroq ekan. Shunga uyining hamma yerida ajdarhoning rasmi va haykali bor ekan. Xush kelibsizlar. Pa, nima degan cho'ng ajdarho bu? Ha, bu yerdimi ko'pgan dexe. Mana, voy. Sizlarga desam, uyimda ajdarho haqiqatan ko'p. Bo'ldi. Kelib, choy ichinglar. Bu qachig'imi ajdarhoning so'rdi tushirlibdi. Biz o'qishmay ajdarhoning g'arig'i kirib qaldikmi qandaq? Buncha ko'p ajdarhoni nima qilasiz? Ajdarho ko'z tegishni saqlaydi emasmi? Yo'q. Uni uyni ziynatlash uchun qo'yibdi. To'g'ri dedimmi? Har ikkalanglar xatolashdinglar. Men ajdarhoga amroq, ya'ni kelib bu degan moda. Nima? Ajdarhoga amroq dedingizmi? Albatta, chunki men degan ajdarhoning avlodi. Yegongning ajdarhoni yaxshi ko'rdiganligidan arishdagi ajdarho xabar tepibdi. Endi ajdarhoni yaxshi ko'rdigan odamni tepish undaq oson emas. Uning uyiga berib ko'rishib kelay deb o'ylabdi. Shuning bilan ajdarho arishdan Yegongning uyiga tushibdi. Nima degan cho'ng ajdarho bu? Mening kaginimni qandoq bilding? Rostla uyning hamma yerda ajdarho bor ekan. Mening bag'rimga o'xshab qopti. Hey! Tez uyg'on. Tozimi bir, mening uyqumni buzgan kim? Sening ma'budan keldi. Alloh keldi. Men olvosda emas. Men sen yaxshi ko'rdigan ajdarho. Mening yaxshi ko'rdig'im yolg'on ajdarho. Rost ajdarho emas. Tez qutqizish mashinasini chaqiringlar. Bu odam elishib qoldimi nima? Yolg'on ajdarhoni yaxshi ko'rdigan holiga shunchiraqdan ko'rishgili ketdim dexe. Ajab kayfimni o'chirdi. Bu odam va qo'rqinchoq ekan. Qo'rqib, o'ylanib qoldi. Hozir sizlar yolg'on xushtorlik degan bu ibora orqali bir odamning biror narsani noyat yaxshi ko'radigan qiyofatga kirib olganligiga, amaliyoti bo'lsa, u narsani aslo yaxshi ko'rmaydiganligiga tamsil qilinadi. Qadrli kim? Men seni yaxshi ko'rmadim degan-ku, menga yaqin kelma.